电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》，我是主持人Nijadı. Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shunaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiya bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish cheklik sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası. Ben riyasatçı Nicat Veli Yakup. Çıraylık naqşlarımız bilan yan bir növbet İpek Gölü sadası programmasının mana şu nurluq sahnasiga jam bolduq. Aldı bilan ekran oldidagi sizning betaqatlik iligida programmamizni kutganligingizga minnatdorligimizni bildirish bilan birga naq maydonimizdagi ustozlarimizga, shundaqla ko'rmanlarimizga, texmo muhimi Jiroqdan bugungi musobaqamizga qatnashish uchun alohida qadam tashlab qilgan moyirlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Ekran oldidagi qadrli do'stlar, 6-qarar Altın Göher İpek Gölü sadası programmamizga san'at kasbidagi boshlamchi ustozlarimiz alohida qadam tashlab qildi. Hurmat iligida ular bilan tanishib chiqaylik. Davlatlik 1-darajalik artist Xalqyar Naqshchi İpek Gölü sadası programmasining bosh yetakchi ustozi Abdulla Abdurim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonlik Partikom tashviqot bo'limi sobiq muavin kuzatuvchisi Xinjianhua efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik kompozitor, atoqliq naqshchi, Xinjiang moda musiqa jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi mutaxassis Ablat Abdukim efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi va ijodiyatchi Toshmuhammad Batur efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Xinjiang san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Xinjiang san'at yurti Muqam san'at o'mikining yosh naqshchisi, 2-qarar İpek Gölü sadası programmasining chempioni Kamil Jilil efendim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Alqışlıq yosh naqshchi kuyi elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun xush kelibsiz, qarshi olamiz. Köşermu çin yüreğidin ben sana köygende Söyermu seni ben seni süygende Kürermu cini tünersiz ben seni körgende İçinime süygümüzge azgan yürek Azgan yürek. Yaşıraklarını tallasan mı, kiçikraklar mı var? Çoğuraklar mı var? Senin ahırkı kararın? Benim ahırkı kararım. Hazreti Ali Muhammed Tursun. Nur chechish uchun quyoshga aylanish hojatsiz. O'z qimmatimizda tunib yetsekla, bizmi quyoshga o'xshash nur checha olamiz. Sevginin yok çiğrası, hoş avazla seynası, İpek Gölü sadası. Lauhi inim sübi. Qizg'in qarshi olaman. Naqshim nayt yaxshi etdi. O'zinglarni ko'rdinglar, haqiqatan o'rlash jihatda biz hammamiz shunday yuqori baholarni berdik. Qaraganda shu rejissyorlar gruppisimi mush o'rlashtirish jihatidan, mayirlarni tanlash jihatidan buqtim nayt bek kuchapdi. Lauhinimninki mening grupam kelganini men qizg'in qarshi olaman. Lekin meni tanlay deb o'ylamagan. Chunki biz ma'lumlarning hammanglar tangli o'rildik. Ondan hammanglar o'zimizning grupimiz kelsa, butun kuchimiz bilan yaxshi xizmatlarni qildig'imizni, keyingi shu ikkinchi bosqichlar bo'lsin va mayli bundan keyingi o'zining san'at yo'lida butun kuchimiz bilan qo'llaydig'imizni bildirib turdik. Men tanlagandan nihoyat xush bo'ldim. Qarshi olaman.
sifat va unum jihatda hammani qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bosish xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har guruhi mayirlarga omad tilaydi.我一直在等待中幻想，我一直在期望中翱翔。当我走在未来的路上，笑出灿烂的阳光，那就是我最初的梦想。也许我会迷失方向，也许我独自彷徨，但我还在梦想的路上。也许我会迷失方向，也许我独自彷徨，但我还在梦想的路上。忘掉所有的悲伤，带着梦想自由的飞翔。所有的爱记在心上，点亮生命的光芒，让那梦像花儿一样绽放。所有的爱记在心上，点亮生命的光芒，让那梦像花儿一样绽放，让那梦像花儿一样绽放。Kam yaxshi bor. Yaxshi aka, yaxshi qada o'zanchi. Hamma yaxshi. Bu necha ko'msam, yuzining bag'asi oqirib, chachlarini paqirib kelishyapti jumay. Rahmat aka, rahmat. Bu nima sababdan desan, bu oltin go'har markasidagi arlar bir yurishligi mushuni paydasidan bo'lgan. Aka, qarasam sen chechon bak qurg'oqlashib ketibdi, ishlatib ko'rib boqamsan. Sen sovg'a qilay. Rahmat. Ko'nglimda qo'sh qilsa, oltin go'harni mahsulotlar bek yaxshilab olgandim. Ishlatib boqaymiz. Ishlatib ko'rib boq. Rahmat aka. Aql aka, maqsad. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizga oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, ketib sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Chongstam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Taş Mehmet üz ilan qıpasın. Naqsham bilan başlamandoq. 大家好，我是阿斯国立开赫人们，来自阿克苏五十县。Yaxshimizlar ustozlar, Aqsu Ushturpan diyaridan kelgan Asigul qahramondan sizlarga salomlar bo'lsin. Men kichigimdan tartib naqsh muzika oilasi cho'ng bo'lgan. Dadammo meniki mush programmaga qatnashishimni bek qo'llaydi, shunga mishaga kelib o'zimning qobiliyatimni bir sinab beqish maqsadida shunga qatnashdim.
Tügümez an akşam bamini ah urup etkan bilen Tügümez an akşam bamini ah urup etkan bilen Değildi ki çıkmaz kumarim Nakşılar vay katkan bilen Değildi ki çıkmaz kumarim Nakşılar vay katkan Avaz muqim kellikine, muqim turib o'tiradi. Örtünüp yar koyda Sürmeyney bağrım kava Bağrım kava Vapayadar gözü xumanim Yolga vay toymay qarab Vapayadar gözü xumanim Yolga vay toymay qarab Bakın yarını yolga Telmürüm perişan bilen Bakın yarını yolga Telmürüm perişan bilen Teyze. Oy gotay seni nigarim tügmez vay nakşam bilen Oy gotay seni nigarim tügmez vay nakşam bilen Vay nakşam bilen Qadrli do'stlar,
Süpat va unum jihatda hammalarni qoyil ham moyil qilgan oltin go'har, oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida bo'sish xarakterlik natija yaratgan mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli korxona Shanxay go'har guruhi programmamizning tajdorligini oldi. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxona va inoq oilalarga singib kirgan tetikqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang cho'ng ustam yemaklik chekish shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonimiz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay chekish shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kapolatlik qilgan Xinjiang imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birlikda ilib menayotgan Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi chekish shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Rayonimiz tavasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek pay chekish shirkati Mayirlarga omad tilaydi. 尊敬的各位老师，你们好，我叫阿斯古里，来自阿克苏乌市县。Yaxshimizlar, hurmatli ustozlar. Aqsu Uchturpan diyaridan kelgan Asigul qahramondan sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Siz aşağıda xizmat qilyapsınız, o'qiyapsınız? 2013-yili Aqsu san'at maktabiniki go'zal ovozni kasbini bitirgan. Bitirib, Uchturpan noylik san'at o'makda ishlab, keyin ma'lum sabablar tufaylidan chiqib hozir yo'lishim bilan kashlik klub naqsh aytaman. Ha, aşı Uchturpanda. Ha. Ma'lum sabablar tufaylidan degan bek yaxshi gapki. Pek yaxshi gapmi o. Ma'lum sabablar tufaylidan degan gap bo'lmasa qanday qilatim deyman bu vaqtda. Pek yaxshi ijod bo'lgan gap. Hamda mushu Asigul men naqshini anglab balla. Sizlarmi qanday o'yladinglar bilmadim. Men tegi-tegidan g'uljilikmi debdiman. Yuqori ovozni demay turaylik, yuqori ovozdagi masalani yili Ayguldan olaymiz. Birinchi, ikkinchi kubletlarda normal ovoz nayt yaxshi faxuy bo'lgan yerlarda Tashmamatmi ashunda o'yildimki bilmadim. G'ulja shivasida aytildi shunday top-to'liqchi. O nafaslarni urishi, agitmillari, qonqitishlari hammasi elininki puroqlari joyida. Shu xil eli purg'i bo'lg'achqa maqatma Tashmamat ukam kechilikning hisobotini qilmadi. Yil sanamaylar shu. Kechilikning munosabati yo'q-ku dedim maqatda. O'ziga shu eli shivasini aytdi, dal puroqni aytib kuchli bo'lg'achqa shu tarafdagi qoyilchilik bilan o'rildi. To'g'rimi? Kechilikni aytishmadim-da bu yerda. Uni hisoblab, bu hisobotni qilmadingiz. Ustozlar buni bayqab ol. O'tkizdimmi deb qoldimki deydi. O'tkizsam mayli deb o'rlayverdim. Puroqni anglab turibchi. Ma'noda o'tkizmagan bo'lsam mayli dedi. Ammo boshlab Abdulla akam degandekmi boshlagandilla zoti kechilikni sanay deb bilib, yo bu sanash ajizga. Bo'ldi, sanamaydi. Bu sanamay. Sanamag'an yaxshi, sanab qolmasam to'g'ri chiqib qolib qayirib ekan. Eng yaxshisi men yuzlanaymish haqqa deb turiblar o'rildik-da. Siz birden bizden paranlarımızı anlığaç, başka işiniz yoktu. Aldırman ha. Hazır siz doğruluk bağla buldu. Siz Uchturpandan degandiki men ras ayron qoldim. Nayt chiroyli o'rindadingiz men naqshi. Rahmat ustoz. Men abayaqsiz o'rindasiz, ma naqshlarning o'rindasi bu qiz qanchalik o'rinda bita deganni o'ylab o'tdim. Shuningga agar tanlashingiz bo'lsa, mening gruppam kelsangiz, qarshi olaman. Yaxshi asarlar bilan buni dekinki natijalaringizning yaxshi bo'lishiga men yetakchilik qilmayapman. Qarshi olaman. Yaxshi asarlar bormi? Yaxshi. Iniq-ku. Iniq yaxshi asarlar jiq. Ammo kechilik yo'q, yaxshi asar jiq. Yaxshi naqshlar jiq. Mushuni o'xshaydi. Sizning o'zingiz mushta uslubli naqshlarni yaxshi ko'rasiz-kan, shunami? Ha. Undan keyin ma'dutatdan bir milliy musiqalarni aytamsiz? Ha, duta chalma, duta chep. Yaxshi. Unda olganda siz o klublarni naqsh aytgandan keyin shunda milliy uslubdagi naqshdan boshqa ommabop uslubdagi naqshlarni aytsizku, ha? Ha. Unda bo'lsa, hamda men o'rildim. Shuni siz yaxshi aytgan bo'lg'achqa asosan men to'tayli o'rildik. Bu yerda men mening gruppam kelishingizni qarshi olaman. Rahmat. Gerçi gruppamda kechilik qilmagan bo'lsam, yo'q. Kechilik qilgan biz. Ko'rgan bo'lgansiz Uchturpandagi u yanda.
Kömgem ya. Bu balla uçaqda maktabda baranmaptiki. Hazır şu kız ayollarımızda terakkiyat intayın çoğun bovatıdı. Burun bütün güçünü biz ağzımızı qartıp vat qılğan bilen, lekin şu yürek içki kısmımız şunçuk acizde. Kiçikgina bir işler bolup boşmada çoğun sahneye çıkıp boş titrep avazı yerine birdem özümüz yoqtuq qoyumuz, aciz. Endi hazır bağansız sizlerdek şundaq şunçuk matişidan qas şundaq güzel, şunçuk mulayim, sılıq, lekin içki dünyasımı toluq. Özüne bilim bilen qurallandığan, aşı haqiqiy bir ügengen, terişqanlıqı mana debla chiqib turdi da. Mana aşı asosiy maktabda o'qigan dedingiz, mush meshingdan asos sağan dedingiz. Mushu asosiy bilimlaringiz mana debla chiqyapti. Mush erlardek merdonlik, keskinlik, kuchju ovozingizning bosh taraflarida shunday yaxshi namoyon bo'ldi. Endi bizmi mush zamonning taraqqiyotiga ergishib, o'zimizni kuchlantirishimiz, bilim doiramizni kenglashtirishimiz, mayli naqsha orqali bo'lsin, mayli turmushimizda bo'lsin, özümüzün şu hayatımızı bir mollashtirishga, güzelleştirishga, sifatini texim yaxshi qilishga qarab yüzünüp mengishimiz kerak. Hozir shunda cho'ng bir yaxshi bir taraqqiyot o'zgarishlar bo'lyapti. Endi shu sizningki shu Aqsu san'at maktabida salgan asoslaringiz mushu naqshiga mana shunchalik yaxshi asqatibdi. Shunday yaxshi o'rindadingiz. Endi shu yuqori ovoz qismlarda azroq tamponsizlik bo'lib qoldi. Lekin uni tanshab ketgili bo'ladi. Mening gruppamga keling, sizni qarshi olaman. Asas demek bo'lgan gapimiz shu. Bizniki uyga keling degan gap. Asigul ukam, siz bizning idorachilarga Asigul Aziz bilan tanishamsiz, yo'qmi? O'zini taniyman, lekin Ko'rishib baqmashinglarmi? ko'rishib baqmadik. Men o'rilishdan oldida ovozingizni anglab shu Asigul o'xshaydi yoki shu Asigulning shogird o'xshaydi deb o'ylabdim. Bak chiroyli aytdingiz bu naqshini. Rahmat. Ustozim yaxshi babada. Ustozimning jiqlari 3-4 panda kechilik qilibdi. Biz birlashib 3-4 panda biz kechilik qilib baqmaganlar, yangi bir kechilik qilib mening ko'rapam kaysangiz bo'lamish. Ya o bala bilan birlashib maxsus 3-4 pandlik qilmanglar. Mishadi obdan qilinglar, mush sanda. Shunda yaxshi bahalni berdim. Men o'tirib eng oxirida ulgurmay qolibdim. Sen kechilik sanab qoldingiz-ku? Hazratlardan şu 3-4 panda keçilik qilgan bo'lganmi? Keçilikka kirgan bo'lganmi degan hisobotni qo'shilib naqshga ketib qoldi. Menimcha mush Aygul bizga gap qilmay 3-4 panda kechilik qilayotgandek turdi vallahi. O'zingiz qana tanlagan bir ma'lumni. Oldi bilan meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga rahmat aytaman. Kichigimdan tatib ta hozirgacha meni tarbiyalab, qo'llab kelayotgan ham ustozim bo'lgan Suyumli dadamga rahmat aytaman. Undan keyin meni yaqinda qo'llab kelayotgan yo'ldoshimga rahmat aytaman. Mening eng oxirgi tanishim bo'lsa, Sahar u ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqnaga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Qani, cho'ng ustamning samovar cho'rpisini mazza qilib bir yayla mehmonlar. Vay, besh yo'qshab qo'yapsiz mana bu. Ta'mi o'zgacha, cho'ng kichik hammaning tilida qoldigan bundaq esil ta'mni siz faqat mana shu cho'ng ustam tetib qo'llaridan topa olasiz. Hey balla, anglasan, cho'ng ustam tetib qo'llaridan mashina oltin izlik degandek mukofotlar chiqib yetibdi deydi. Bu gap rostmidi? Shunga men mana biringlarga birdan og'ash keldim. Mukofot chiqib qolsa talishib qolmayli yana. Cho'ng ustamdan sizga omad kelgisi kelsa, mana shunday oddiy ish. Xaltining og'zini ochdingizmi, omad qo'lingizga sakratli chiqadi. Cho'ng ustam tetib qo'llarining she'rin lazzatidan hozirlangach, uning ichiga yoshirilgan katta mukofotlaringizni elib oling. Sinab beqing. Ishonamanki, bu yil sizga cho'qim cho'ng ustamdan katta omad bor. Cho'ng ustam samovar tetib qo'ldi. Cho'ng ustam. Sağırıp pişkan ürkning taza may bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 75'de o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini camның ko'kchisidan tetidik. Can dadamning yaxshi ko'radigan asal suyumu camda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. İmzar uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi.
Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. İmzori kiyimlari. Tush jamiyati bilyat klubi faqat tijorat so'rili bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush jamiyati bilyat klubimiz bilyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang tush jamiyati bilyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda tush jamiyatida jam bo'laylik. Xonim qizlar, olamning quyoshi, dil qonining angush tari. Dilkar kiyimlari ana shu angushtar kabi xonim qizlarning esil yarışıqıdır. Dili oq, gul yuzlarning yorishig'i dilkor kiyimlari. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüş çallıqı yuqori kollagenlik aksıldan işlengen bolup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluklaydı. Terinin elastikliğini yuqori götürüp, qoruq tushishning oldini aladi. Teri hücrelerini ozonluq bilan ta'minlab, terini tegidin süzük, yumran qilib, dağ tushishning oldini aladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Kamil Celal ustoz. Ajr kishini texmi qimmatga ega qiladi. Muborak bo'lsin Osigul. Sahnimizda bosgan har bir qadamingiz bilan qimmatingiz texmi oshsin. Bu Osigul xalq naqshlarimni aytib yetkazib aytadigan bir ovoz va qizga. Men ustoz tang o'rildik. Meni tanlig'ini xush bo'ldim. Yaxshi ustoz shogirdlardan bo'lib elib menishman. Adaşım kiravatsa, qara adaşma çoğun ustamdaki tetiklerini setiyip kirgentimdigine bununki türleri intayin çıkken. Sama şorup tetikisi, Quruq qazan qo'rim tetikisi, yana shunaqlami shu İtalya çöp tetikisi türleri intayin köpken keçti bir peyzi qilib yemamda. Oy buldu adaş bunun türleri xali jiqken buludu. Onda qaçasının qulan xal tatliq keçti bir peyzi qilib, qordaqdan birini qo'rsan peyzi qilib yemeymiz mi adaş? Bol çataq yuxshirak ketdi. Xinjiang imzo kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Beijing, Beijing。大家好，我叫杰乌兰妹妹提名字，我来自美丽的刹车县。Yaxshimisilar do'stlar, ismim Jevlan, men Yakan diyaridan keldim. 2020-yili sene suyanning muqam kasbini o'ngishli tamomladim. Hozir o'zimniki muzika ishxonasida muzika akkordlashtirish va ovoz o'ngilish, ijodiy qatorliq ishlardan shug'ullanaman. 6-qaror Oltin Go'ar Ipak yo'l sarasi qatnashishimga o'zimniki shu naqshi muzika bo'lgan o'tdek ishtiyoqim ve şu özüm arzu armanlarım Ipak yo'l sarasi programmasi ilib keldi. Odatda men ommabop uslubdagi naqshlar va zamoniy uslubdagi naqshlarni aytishni yaxshi ko'raman. 6-qaror Oltin Go'ar Ipak yo'l sarasi programmasi hisobda Xinjiangdagi cho'ng tipdagi naqshi muzikalik programmalar ichida oldin qatorda turdi. Shunga o'zimniki shu naqshi muzika jihatdagi ortiqchilik va kamchiliklarimni his qilish uchun Ipak yo'l sarasiga qatnashishni o'ylab Ipak yo'l sarasiga keldim.这里的每一条街道，我的心自后从来都不能平静。除了发动机的轰鸣和电气指引，我似乎听到了它出骨般的心跳。我在这里幻想，我在这里哭泣，我在这里活着，也在着死去。我在这里祈祷，
也在这里迷惘。我在这里寻找，也在这失去。北京，北京。咖啡馆与广场有3个街区，就像霓虹灯到月亮的距离。人们在挣扎中相互高偎和拥抱，寻找着、追逐着奄奄一息的碎梦。我们在这欢笑，我们在这哭泣，我们在这活着，也在这死去。我们在这祈祷，也在这里迷惘。我们在这寻找，也在这失去。北京，北京。如果有一天我不得不离去，我希望人们把我埋在这里，在这我能感觉到我的存在，在这有太多让我眷恋的东西。我在这里幻想，我在这里哭泣，我在这里活着，也在这死去。我在这里祈祷，也在这里迷惘。我在这里寻找，也在这失去。北京，北京，北京，北京。Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Shuish jamoati bilyard klubi cheklik shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Qadrli ko'rman do'stlar, oldingi qaror programmalarımızga o'xshashlam. Bizning 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadasi programmamizda natijaga erishgan mayirlarimizga tayyorlagan mukofot buyumlarimiz ajoyib katta. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har Bro'yi cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Chong Ustam Yemeklik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü dereceli mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Herdembaq Yemek-içmek pay cheklik shirkati Cam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. dereceli mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 5. dereceli mukofotga erishgan mayirni bo'lsa Xinjiang Shuish jamoati bilyard klubi cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Bunun boshqa 6. dereceli mukofotga erishgan mayirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. dereceli mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lgaysizlar. 尊敬的各位导师们，大家好，我叫杰乌兰妹妹提尼亚子，来自美丽的沙浙县。Yaxshimsizlar hurmatli ustozlar, ismim Cevlan Mehmet Niyaz, güzel Yaken diyarına geldim. 2020 yılı sene şuyanın muqam kesbini oңuş tamamladım. Hazır yurtta özüm keşlik klubda naqsh yetişten başqa özümün müzik işxanasında müzik akordlaştırış ve avaz üngülüş qatarlıq işlerdi hükümetine. İşi cikka. Qaysarak uyduğan. Kamilmi aşa lep kep qalğanda göründü. Malumlarning fikrlarini anglap baqıla. Бұл ustaz.
Wang Feng Laoşu'nun Beijing. Biz hemmemiz nayet yaxşı görüp anlaydıgan. Şahsen ben bek amrak bu nakşıga. Bu esli küydün ettiğiniz mi? Düşüyordunuz mu? Yakında ahval. Asli küy. Bana bek tesir kılgan yeri bu nakşının qattiq yumuşak yerini kontrol kılışı bek joyida oldu dep oyladım. Ondan mening ko'nglim bu naqshni aytishim bekmi yarashtirib bunday aytishim menimcha bek bunda oson emas qilib. Menga bek yaradi. Mening anglamkan Kamil. Hozir boshlangmi talashishni? Boshlaymiz-da. Ha? Kamil ba'zi bir gaplarni deyapsan. Bo'lmasa hamma gap bekcha qilib boshma meni Kamil. Ha, bo'ladi, chataq yo'q. Javlan nayt chiroyli aytding bu naqshini. Biz ham nurg'un har xil bambalarni anglab tikamiz bu naqshini. Sen o'zingning uslubida yaxshi aytding. Eng oxirida o'rildim. Başta öğrenip gitey dedim. Lekin azroq tamtirish bo'ladi. Bizim ko'rib baqqan sani bo'lgandan keyin bu. Buni keyinga kelganda jiddiylashlarini yengib yaxshi aytding. Shunga o'rilmaymi deb qarasam, bir kasbiy o'qigan bir ovoz borligini his qilib qoldim senda. Rahmat ustoz. Shunga azirtligini gapini anglamaysan, asta matrapni tushib qolmay kelsan, foydalisiz. Foydali. Siz nim muzikani chala olasizmi? O'zingiz mi chaldigandek, chep turib aytgandek bir genjo bor. Odatda pianino çalmay, andan keyin gitar. Bizning imzor guruhimizga mening maqsadim bu qitim sizlardagi o'shin yaxshi ko'radigan bolalarni bir bo'z ko'proq yig'sam, endi ko'nglimda hamda muzikalik ishxonamda shu bir turkum muzika atratiga bolalar bor. Shu uslubni yaxshi ko'radigan. Mening yana bir eziti muzikalik tomorxona deydigan bir yerim bor. Men agar meni tanlab qo'yib qolsa, bugundan boshlab taklif qilib, ish qilsaylik desa degan. Yak basam bekor naqsh qilib qo'yib. Yo'q. Ben bir tarafdan mashqni qilgach, bir tarafdan o'zininki kundalik sahna tajribasini texim mollashtirib, men mushu jihatni o'ylagan hamda. O'zim aqcham bir yerlar naqsh aytyapti deyman bu. O'zi dedi, baya aytyapman dedi. Ish qilib menga bek yarab ketdi. Rahmat ustoz. Rahmat. Shunda omdan bo'ldi, Kamiljon, Hazratali her ishkilisi sen uchun nayt qizg'in quchoq echyotdi. O'zinglar bilasizlar, bu tartibda ma'lumlar ixtiyorlikni bildirdi, uning keyinda oxirida o'zing tanlaydigan bir ish bor. Güzelni jumib o'ylab baqayman. Javlanninki ma tekst bilan hissiyotni ifodalashi shunchaki yaxshika. Shu tekstlarni melodiyaninki kuchlik tarafi yoki yumshoq tarafi bilan shunchaki yaxshi jug'urib ifodalashi shunchaki yaxshika. Bu yakanning tuproqqa bek yaxshi o'xshaydi jumu. Bu xalq san'atkorlarimiz ko'p bo'lg'achqimiki, bizlar kichigimizning shu san'at muhitida cho'ng bo'lg'achqa, shundaq ovozi sog'lom, kuchlik, naqsh ismi bek charchab ketmaydigan, 1-2 soatligini bardosh beradigan naqshlar yetishib chiqadigan o'xshaydi. To'pchang tetimay qolsa yaxshi bo'lmaydi. Men pushaymon qildim sizga o'rlanmay qolganimga, bu mening xatoyim. Rasman pushaymon qildim. Bu inim bu naqshini yaxshi tanlabdi. Anondan keyin haqiqatan kuchlik bilan ojizaligi ichki hissiyotlarni nayt yaxshi inchki yerlarini shunday yaxshi sho'lay qilganlik hamda. Ba'lim bir qisman savalliklar sabab tufaylidan o'rlanmagan bo'lsaqmi, Javlon inimninki buningdan keyingi naqshchilik hayotidagi yaxshi istiqbollarga, natijalarga ko'zim yetdi. Yaxshi bir muvaffaqiyat natija tilayman. Rahmat. 唱得非常好，感情到位啊，这个唱得非常清楚，感情也很到位。 O'rindashda mencha yaxshi o'rindagan Javlon. Yana mencha shu Javlonga fursat bergan ishchi ustozni Javlon o'zining buningdan keyingi o'zida bor alaylikni joriy qildirgan ishonchisi bo'yicha ustozlarni tanlasizlar. Cho'qim Javlonningki buningdan keyingi o'tganlarda cho'qim mushakni davomli fitrab tura oladiganiga men ishini men o'rindashlik alayliga. Rahmat ustoz. Mayli qaysi ustozni bo'ling, bizning sahnamizningki maqsadi shu yaxshi naqshi asar o'rlaydiganlarni yetishtirib chiqish, mayli kimning qo'lida bo'lsin, hammamizning nishoni bir. Shuningga buningdan keyingi yo'llaringizga teximiz zo'r. Rahmat. Doğrusu oxirgi fursatda sen o'zingninki mush ikki ustozdan birini tanlaydigan maydoningni bildirib baqsang. Hazratali ustoz bilan Kamil ustoz mavzu o'rliq o'ynadi. Shunchak qo'shib hozir bir hayajonlanish o'qish bor hozir menda. Men shu o'qish bitgandan keyin shu O'rimchidagi ma'lum bir muzikalik tomorxonada shu yerda tunji o'zimninki endi maash turib pul ishlarga tunji ishlagan vaqtimda shu aziz ustozlarimiz aramizga bir ustoz shu yerga kelib o'ziniki kasbdoshlari bilan to'plash birodarlar bilan kelib shu yerda tomoq bo'lganda shu chog'da men bek uduqib ketgan.
Нақшы етіп отқан вақтымда әмді қалған башқа достары әмді параңлашқан болсым шу ұстаз менің нақшым шындақ бір әстайыл бір аңылған теме текім отырып кеткен тұшы вақтыда. Арлықта нақшам түгіде қарсам маңа шындақ бір иллық бір маңа бір мәдет бәген асасы бір чабақ челіп шындақ бір маңа иллық бір қарғанды мен шу түпейлі өзің бір текім бір тоңли әркеден күш тапқантым шу вақтыда мен чоқым текім кірішіме деп бүгін шу ұстазны deb keldim. Şu ko'nglimdagi ustozim mavjud o'rindiq aylandi deb men naytib xush bo'ldim. Mening eng oxirgi tanlashim. Voy turib qolsang-ku. Adaş yaz chiray chimay adaş. İçim qizib, demoqlarim qurib usablam adaş. Onda olib qolib qolsa, Abdulla Abdurim ustoz obraz ekili bo'lgan Erdambag jam asal suydan bir isbaqa naqsh yurakka bordi. Ekanlar. Ama bo'ldiki mava, naqsh yurak bordiki mava. Hazrat Ali ustoz. Мәңгі өтміш içinde yaşaş, bugünün xoşallıqıdan mahrum qılsa, kelgüsini qovalaştırıb etidi. Bugünni qadrlang. Ata texmi güzeldir. Mübarek bolsun, ajrinizdan billa ünzü. Cevlan inim hemimiz nayet yaxşı görüp anlaydıgan Beijing degan naqshini etdi. Etqa vaqtidilam şu naqshi kiriblam ve meni bek üzüge tatvaga yeri avazını aytdim muqim andın. Avazın dairesini men xil kenken deb his qilib qoldim. Lekin sal jiddilish bor bu sahnada cho'qim hammaylar jiddilashadigan sahna deb o'ylayman. Lekin boshdan oxiri o'zininki shu alayliklarni to'liq namoyon qil deb o'ylayman. Cevlan inim ahırda meni tanlagan bo'ldi, o'zimga ayt xo'sh bo'ldim. Men Cevlanning mushu alayliklarni texim qizib turib, keyingi bosqichlarda o'zini texim joriy qildirish uchun yaxshi kuchimni qo'shaman. Ana bala adaş yaxshi o'zingcha yaxshi tudingmi? Neyman adaş? Şöyle et ve şey moyun bir toyun battı adaş. Kostüm izleyemadım diyene. Ama kostüm bedenki adaş ne daldı? Ha adaş bu imzarning kostumlari shunda kiyishga yarashimli ham sifatli chiqadi adaş. Sen hozir kostum olim deb yuramasin boshlab. Rayonimizda güzellikli söygüçü hanım kızlarının oldun tanlışı bulup keliyotgan süpet ve fason jihatda hanım kızlarının olqishiga hem itiraf qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkar kiyimlari mahirlarga omad tilaydi.江，处处飘着沙枣花儿香，那香令人陶醉，忍不住将它折下。花瓶中的沙枣花依然吐露着芬芳。你在哪里呀，我亲爱的巴郎？我的心就像瓶中的沙枣花，空留芳香，惆怅。回这里我如此悲伤，早知道是这样，何必当初这只须断香？阵阵微风的秋送来，沁人心脾的沙枣花儿香。
心就像瓶中的沙枣花，空留芳香惆怅。回这里我如此悲伤，早知道是这样，何必当初这只须断香？阵阵微风依旧送来，沁人心脾的沙枣花儿香。的新疆，处处飘着沙枣花儿香，那花香令人陶醉，忍不住将它折下。Kene, cho'ng ustamning samovar sho'rpisini mazza qilib bir yayla mehmonlar. Vay, besh o'xshab Ta'mi o'zgacha, cho'ng kichik hammaning tilida qoldigan bundaq esil ta'mni siz faqat mana shu cho'ng ustam tetib qo'llaridan topa olasiz. Hey balla, anlasam cho'ng ustam tetib qo'llaridan mashina oltin izlik degandek mukofotlar chiqib yetibdi deydi. Bu gap rostmidi? Shunga men mana biringlarga birdan og'ash keldim. Mukofot chiqib qolsa talishib qolmayli yana. Cho'ng ustamdan sizga omad kelgisi kelsa, mana shunday oddiy ish. Xaltining og'zini ochdingizmi, omad qo'lingizga sakratli chiqadi. Cho'ng ustam tetib qo'llarining she'rin lazzatidan nozarlangach, uning ichiga yoshirilgan katta mukofotlaringizni elib eling. Sinab beqing. Ishonamanki, bu yil sizga cho'qim cho'ng ustamdan katta omad bor. Cho'ng ustam samovar tetib qo'li. Cho'ng ustam. Ha, dal mushtam shu. Men ichgan qoq suvi jamning qoq suvi. Aka bu jamning qoq suvi shundoq payzmikan? Albatta, ichib baqsang bilasan. Ukam, Abdulla ichgan qoq suvidan bizga nima qilaman? Jamning qoq suvidan deymiz. Sag'irib pishgan urukning toza may bog'lagan yerdan jamning qoq suyini tayyorladik. Shu yillar 75 da o'ltirib yegan ko'kchining ta'mini jamning ko'kchisidan tetidik. Jan dadamning yaxshi ko'radigan asal suyimi jamda bor. Biz ichib ko'ngan balliq chaqlarimizda uylarda ko'ygan bu ichimlikni endi qaytib topdik. Jam. Göher armanlarını rastalla qo'l bilan tutqili, ko'z bilan ko'ngil bo'ladigan Göherga aylantirdik. Bu Shanxay Göher guruhining bosh mudiri Göher xonimga berilgan oddiy, lekin chin baho. U top-to'g'ri 21 yil tirishish orqali G'ulji nohiya bozoridagi asldagi 80 kvadrat metrlik Talla bozoridan taraqqiy qilib, bugungi Xinjiang Oltin Göher xalqaro savdo cheklik shirkati, Xinjiang Oltin Göher biopantexnik taraqqiyot cheklik shirkati, Xaynan Göherga xalqaro biopantexnik cheklik shirkati qatorliqlardan tashkil topgan 100 dan ortiq ishchi xizmatchisi, 200 dan ortiq amaliy do'koni bo'lgan Göher guruhini barliqqa keltirdi. Mana bular Göher guruhining davlatimizning girim buyumlari ishlab chiqarishidagi boshlamchi korxona Shenzhen Lanting guruhi bilan birlashib, Xinjiangning jug'rofiyalik sharoiti, iste'mol odatiga qarata ilmiy tadqiqot berib, bu rayon kishilarining teri aloyiligiga qarata maxsus dengiz jonliqlarini xom ashyo qilib ishlagan, kamni to'liqlash, ortiqni tamponglashtirish roliga ega Oltin Göher teri asrash yurishliklari. Göher guruhining Shanxay Chuanli guruhi bilan hamkorlashib, butunlay avtomatik, odamsiz muhitda maxsus o'simlik javhari bilan odamga uni xom ashyo qilgan alohida teri yashartish iqtidoriga ega Oy Göher teri asrash yurishliklarini ishlab chiqarib, 200 xildan ortiq mahsuloti bilan rayonimizning go'zallik qurilishiga to'kib qo'shib, Yeshil mahsulot nomi bilan davlatimiz girim buyumlari sohasida ta'sir kuchi zo'r marka, eng donliq marka, saxovatchi korxona, 3A darajalik ishonchlik korxona degan sharaflarga erishib, mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli bo'lishda korxona ro'yini namoyon qildi. Shirkat sirtqi qarta setishni teziltishdan avval ichki jihatda tarbiyalashni kuchaytirib, sistemlashgan muntizam qo'shinni barliqqa keltirdi. Qarallik holda cho'lponlar hamkorlik faoliyatini o'rinlashtirib, xalq yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan mahsulot nom kartasini birlashtirdi. Yo'l mangansir ravon bo'ladi degandek, Göher guruhi yaqinda yuqori texnikalik tajriba tadqiqoti asosida Göher markasidagi hormondan xoli Boniausan tarkibli kollagenlik oqsil peptid ichimlik va Göher koenzim Q10 yumshoq kapsula qatorliq sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarib, bu sohada yangicha taraqqiyot bosqichiga kirdi. Göher liderining jafosiga davr ritmi Shanxay energiyasi birlashib ketgan.
dunyoda faqatla mag'rur yagona birli Shanxay bor. Shanxayda yo'riq yulduzdek chaqnab turgan Şinjanlik Go'har bor. Shanxay Go'har guruhi. Qiziqishning oldida arg'inlik hech gap emas. Lekin yangilik ba'zida qizg'inlikni besib tushadi. Hammani besib tushadigan bo'lsa, yanala Katran Aytoqchi. Ishonmasangiz, yapaqallardan so'rang. Chunki uning lazzatini yapaqallar biladi. Katran Aytoqchining ta'miga kim chiday oladi? Katran Aytoqchi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Hanım kızlar, alemnin kuyaşı. Dil kanının engüş teri. Dilkar kiyimleri, ana shu engüşter kabi hanım kızlarning esil yarışıqıdır. Zilva boylarınızga yaraşkan dilkar kiyimleri bilen özgü dillani mahliya aylan. Dilimda bir yar, tanlışım dilkar. Dili ah, gül yüzlerinin yarışığı dilkar kiyimleri. Sifat ve ünüm cəhətdə həmini qayil həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsulları bilan rayonumuzun güzəllik quruluşunda bösüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Guruhi mayırlarga omad tilaydi. 各位老师好，我是嘎嘎。我们认识你啊！谢谢老师，我今天很荣幸，在假期的第一天，老师们不辞辛苦，然后还在工作。我呢很有幸为大家演唱我的这首5月的沙枣花。非常欣赏，感谢老师。确实，你是非常有那个实力啊！不，哎呀，真的，声音非常有特色的一种。 很少见嘛，感谢，应该是一个舞蹈家的身材。谢谢老师。那个歌还是那么唱的那么好啊！感谢老师。我们一直认识，在流行音乐学会的那个各种自治区级别的大型晚会都能见到。 感谢老师，感谢新疆这片热土养育了我，非常的荣幸能够回到新疆，然后为新疆歌唱，为新时代的新疆歌唱。怎么我以前都听过他这首歌，在别的场合，对，在别的舞台，今天特别美呀！哎呀，你看到处都是我们沙枣花的这个味道啊，特别适合现在听。 尤其是你今天发挥的特别好，哎呀，谢谢老师，我今天好荣幸，然后也好激动，来到这个舞台上，见到各位老师，见到各位大师们，我演唱了这首歌曲，因为这首歌曲呢，我在央视的音乐频道也录制过，然后我们也那个数据也统计过，这首歌曲还是重播率最高的一首跟花儿相关的歌曲。所以特别希望能够把新疆的美好，然后传递到各地去，让他们早日来到新疆，感受我们新疆的热情。我们文艺界的必须要做这个，这是我们的责任。对，负入使命，坚持下去。他唱得好，刚才讲的也非常好。对。我希望把这首歌呢，唱遍祖国大地。感谢老师。这首歌真的非常美啊！对，非常美。 5月的沙枣花，又把我唱回到了年轻的时候。是。我就在这个沙车县，伊干旗公社，那时候叫公社，在那儿接受再教育，到处都是沙枣树，到处都是沙枣花。现在就是沙枣花盛开的时候。对。沙枣花 最香的时候，感谢你，感谢老师。这一到5月份啊，我们这个新疆各族年轻的都有一种另外的一种感觉，就因为有了这个沙枣花的味道，我们有一种这样的一个说法，期待有一次的合作啊！好，一定。希望你再来我们的舞台。好，我一定，我倍感荣幸，如果能够再来的话。 感谢老师，也提前祝老师们节日快乐。好，谢谢老师，再见。Vay aka, gitar chalib charchamadingmi?
Bir ay görüp oynap gelmem daha. Buludu, neye basak bular? 3 cemaat bilyard klubu görüp oynap gelmem daha. Buludu, kettik. Şöyle. A'la sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizga oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan tetikxo sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Chongstam yemaklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Belgisiz can. 大家好，我叫叶斯波利，今年28岁，哈萨克族，现在在中国广电上班，非常喜欢音乐，喜欢唱歌。这次很有幸参加丝绸之路之声，我希望能展现最好的自己。我一般喜欢唱一些流行歌曲。我对于唱歌的梦想是，我希望我的声音可以传到更远的地方，更多人的耳朵里。Hoşlasqanda janarыңды Мұңшалдау сол бір сәтте қабағымды Түбінен жүрегімнің тулап шығып Бір өксік жұмалады тамағымды Қарақат көздеріңе қарай бердім Қызығы сол ма дедім дүниені Kuydarar kөлеңкеде өзегімді Махаббат неге сонша ыстық еді Жұлдызым жарқыраған аспанымдағы Сен жарқ етіп жоқ болдың ғой қас-қағымда Қас-қағымда жарқыраған Өзіңді қалай табам Жұлдызға жет алдым ба мен аңсаған Белгісіз жан Мен аңсаған Белгісіз жан Бақтарды сен екеуміз аралаған Бозартып тастап кеттің неге маған Жұлдызсыз секілденіп жауға ұшқан Жет алмай қала бердім жаным саған Сәулесі айдың түсіп аймалаған Көзіңді қарағым-ау қайдан табам Сүйгеннің сүйіктісі болатындай Бақытқа ие болар қандай адам Жұлдызым жарқыраған аспанымдағы Сен жарқ етіп жоқ болдың ғой қас-қағымда Қас-қағымда жарқыраған Өзіңді қалай табам Жұлдызға жет алдым ба мен аңсаған Белгісіз жан Мен аңсаған Белгісіз жан Жұлдызым жарқыраған аспанымдағы Сен жарқ етіп жоқ болдың ғой
sağan belgisi can, belgisi can. Rayonimiz təvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəkiliş şirkəti Mayırlarga omad tilaydi. Qadrli dostlar, sübət və ünüm cəhətdə həmməylərinin qayil həm mayil qılğan Altın Göhər, Ay Göhər teri asraş məhsullatları bilən rayonumuzun güzəllik quruluşida büzüş xarakterlik nəticə yaratqan məsuliyyət və minnətdarlıq duyğusu güclü karxana Şanxay Göhər Guruhi proqramımızın tajdarlığını aldı. Əla sübətlik yürüşlük məhsullatları rayonumuzdaki aşxana və inaq ailələrə sığıb girən tetutqu sahəsində sərkərdilik rolunu oynavatqan Şinjan Çoğ Ustam Yeməklik Çəkiliş şirkəti proqramımızı alayda tələb qıldı. Rayonumuz əvvəsində yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Erdembağ yemək-içmək payı çəkiliş şirkəti proqramımız bilən strategiyilik həmkarlaşdı. Proqramımızı yuqur sübətə kapalatlı qılğan Şinjan imzar kiyimləri alayda qolladı. Təntərbiyə bilən sənətni birlikdə ilib meniyotqan Şinjan Cəmiyyəti Bilyard Klubu çəkiliş şirkəti proqramımızga yaqından yardım berdi. Rayonumuzda güzellikni söygüçü xanım qızlarının aldın talışı bulup geliyotqan, sübət və pason cəhətdə xanım qızlarının alqışıga hem etiraf qilishig'a erishiyotqan 18 yıllık tarixga ega dilkar kiyimleri programımız bilan alayda hamkorlashdi. Adaş, ma kiyimi acayip yarış kitipti. Qaysi markanın kiyimini kiyip aldın? Adaş, bu keyginim Aygül Gulam Ustaz obraz ekide olgan dilkar kiyimleri. Hoş tamam, benim ma kiyimimni ben dilkardan aldım. Xoyfon Soda Sarayı'nın 5. qavat 33. numaralık dükkanını aldım. Mina yeşilke, sınav kızılke. Dümüsüm şu adaş, bu dilkar kiyimleri hanım kızlarının aldın talışıydı. Şundayın adaş. Şinjan imzar kiyimleri Mayırlarga omad tilaydi. 大家好，各位导师好，我是叶斯波利，来自美丽的塔城。很荣幸能够参加第6季丝绸之路之声。Сәлем ұстаздар, менің атым Еспол, Тарбағатайдан келдім. Осы кезекті Жібек жолы даусына қатысқаныма өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Құтты болсын 3 muallim biz үшін орындық айлымда жатыр. Рахмет. Asan gepmez bu. Esbol'un nemi kesip bilen şoğulduğunu bilip bakaylı ya. 我在中国广电新疆分公司华夏丝路，是一名译制人员。大家平时看的那个 INEC， 然后保罗萨里面的译制内容是由我跟我的同事一起完成的。这是你的一个你学过的专业还是？ 对，我大学是学的是音乐专业，不过工作之后就很少接触了。啊，是音乐啊，音乐。Esbol'nunki aytqanıma naati o'zgacha. Yana desak, shunday bir xil rahat, ozoda o'zini qo'yib o'tgan, aliqi o'ziga ishonch bilan shunday aliqi hissiyotlar shunday joyida. Shunga menga ta'sir qildi, yaxshi ko'rdim, o'rildim. Bizning guruhga kelishni qizg'in qarshi olaman. Rahmat, rahmat. Esbol, siz qanchalik kirgandingiz bizim maktabga? 14. 14 yana, 14 yanda dayi bo'ldingiz shunami? Şu vaqtda biz şu naqsh o'rnash kasbidagi ma'lumlar hammamiz o'tirib imtihon olmoqda. Esbol shunchalik o'ru qora kiyim kiyibdi, ajoyib yarashib ketibdi. Bek madaniy holatda shunchalik chiroyli ruscha naqshlarni. Shunday aytib berdi. Hammamizning esida şu holatingiz mening esimda bo'lib, şu holatingiz shunday qolib qoldi. Taqgan bir tal uzukdan tatib, shunchalik chiroyli, shunchalik madaniy haqiqiy bir san'atkorga shu sahnaga bakli yarashadigan bolaga bu. Shu bolani bir tarbiyalayli deb shu sana shu qabul qildik. Shu sahna orqali burunqi shu bizni qoyil qilgan, bizning esimizdan chiqib ketmagan holatingizga kavilishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Ham mening guruhimga kelsangiz, shu holatingizni bakroq taraqqiy qilishingizga yordam bera olaman. Rahmat, onuli va yetinuli.谢谢. Özün bir fikrini berip bakamsa? Fikrini bersem Aygül ma'lumni gapinglar putga ishmi bo'la deyman da. Esbollanki Aygül ma'lum burun qoldi, isim qolgan bo'lsa, bizga mana xisar qilib, bugun qoldi bizning isimizda qoldi mana. Nayt yaxshi urilib berdi. Bizning ustozlar aytgan naqshda bu.
Şu o'rindiq aylandirdik. Grupamga kelishingizni qarshi olamiz. Bundan keyin ishlaringiz texmi yaxshi bo'ladi deb qarayman endi. Rahmet. Oxir qarorni o'zing beramsan. 感谢每一位老师。然后今天说实话，本来是不紧张的，然后越快要到自己的时候，在那儿一直徘徊着走，一方面在纠结我到底要选哪个老师。如果我选的老师，我心里想好的老师，如果不转身的话，我该选哪位老师？一直是在纠结，然后就是一直在捋歌词，因为很久没有唱歌了，一直在工作。非常感谢每一位老师，以后我也会继续努力的。我最终的选择是。 Hanım kızlar, alemnin kuyaşı, dil kanının enguş teri. Dilkar kiyimleri, ana şu engüşter kabi hanım kızlarning esil yarışıqıdır. Zilva boylarınızga yaraşqan dilkar kiyimleri bilen özgü dillarni mahliya aylan. Dilimda bir yar, tanlışım dilkar. Dili ah, gül yüzlerinin yarışığı dilkar kiyimleri. Tush jamiyati bilyard klubi faqat tijorat so'rinli bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, ozodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan Tush jamiyati bilyard klubimiz bilyard qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Xinjiang Tush jamiyati bilyard klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mamutchush. Tush jamiyati hammamizning jamiyati. Qani birlikda Tush jamiyatida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qqila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. Imzor kiyimlari Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlayan yerden camның qaq suyunu tayarladı. Şu yılları 75'de oturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda ba. Biz içip köngen, balılıq çağlarımızda öğü öyledi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Qani, cho'ng ustamning samovar sho'rpisini mazza qilib bir yayla mehmonlar. Vay, besh yo'qshab qo'yapsiz bana deyman. Ta'mi o'zgacha, cho'ng kichik hammaning tilida qoldigan bundaq esil ta'mni siz faqat mana shu cho'ng ustam tetib qo'llaridan topa olasiz. Hey balla, anlasam cho'ng ustam tetib qo'llardan mashina oltin izlik degandek mukofotlar chiqib yetibdi deydi. Bu gap rostmidi? Shunga men mana biringlarga birdan og'ash keldim. Mukofot chiqib qolsa talishib qolmayli yana. Cho'ng ustamdan sizga omad kelgisi kelsa, mana shunday oddiy ish. Xaltining og'zini ochdingizmi, omad qo'lingizga sakratli chiqib. Cho'ng ustam tetib qo'llarining she'rin lazzatidan nozirlangach, uning ichiga yoshirilgan katta mukofotlaringizni elib oling. Sinab beqing. Ishonamanki, bu yil sizga cho'qim cho'ng ustamdan katta omad bor. Cho'ng ustam samovar tetib qo'li. Cho'ng ustam. Rayonimizdagi izlash shirkati izlash kirgizgichni bozorga soldi. Izlash kirgizgichning ekran tarjimoni sizning har xil tarjima ehtiyojingizdan to'liq chiqadi. Mayli xat, rasm, film bo'lsin, o'xshashlar tez ham to'g'ri tarjima qila oladi. Uningdan boshqa ovozli kirgizgich iqtidori sizning vaqtingizni tejab bera oladi. Yangi qo'shilgan izlash ahli yordamchisi sizning har qanday savolingizga tez ham qanoatlanarli javob bera oladi. To'solqisiz fikr almashtira olasiz. Qani, sizmi izlash ahli iqtidorli kirgizgichni tushirib sinab beqing. Sahar. U ormonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izlaguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sömürüşçallığı yukarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yukarı götürüp, qo'riq tushishning oldini oladi. Teri hücrelerini ozonlik bilan ta'minlab, terini tegidan süzük, yumran qilib, dog' tushishning oldini oladi. Terining hayotiy kuchi dal kollagenlik aksıl. Altın göher kollagenlik aksıl yurishlige. Avlat ustasi. Rahmat.
Hayat yolumuzdaki qiyinchilikni texmi yuqori o'rlishimiz uchun tayyor qilingan palampay deb to'nisak, qalbiga texmi yaqinlashgan bo'lamiz. Muborak bo'lsin. San'at yo'lingiz texmi parlaq bo'lg'isi. İsbol bu mahirimiz o'zi Qozoq qarindoshlarımızdan o'zi ham xizmat ustida, ya'ni aynak taratqusida xizmat qiladigan bir mahirimiz ekan. Bu mahirimizmi yana o'ziga noit dodillik bilan, o'ziga ishonch bilan shu naqshi aytishga ortiqchiliklarni tomoshabinlar bilan o'rtoqlashish, o'zini bir shu sahnada sinab ko'rish maqsadida bu 6-qara Ipak yo'li qatnashibdi. Natijada sahnada aytgan naqsi bizni noit yaxshi bir ta'sirga ega qildi. Shaxsan menga ta'sir qildi. Shuning bilan men o'rindiq aylantirib o'rildim. Bu mahirimizni ham tanlab bizning guruhga bir a'zo bo'lib ketildi. Bu mahirimizning bundan keyingi bosqichdagi natijalarga yaxshi bir natijalarni tilayman. Ham biz yana o'rtaq tirishib, o'rtaq yetaklashlar orqali bu mahirimizning bundan keyingi bosqichlardagi yaxshi bir taraflarini tomoshabinlar bilan o'rtoqlashishga tirishamiz. Abdunum rayonimizning tantarbiya va adabiyot san'at kasbiga o'rtaq kuch chiqarib kelayotgan Shush jamoati bilyard klubi chekishirdi. Mayirlarga omad tilaydi. Qani u. 大家好，我叫梅梅提亚利坤阿卜杜尔赫曼，来自喀什市一营山顶的歌手，今年35岁。Yaxshimizlar ko'pchilik, men Qashqar shahridan kelgan Mayir, naqshchi Mehmet Yolqin Abdurahman bo'lman. Bu yil 35 yosh. Kasbim bo'lsa Qashqar shahrida muzikalik klublarda, tizda mahallarda naqsh aytaman. Ipak yo'l sadosi programmasiga qatnashishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimninki kamchilik yerlarini to'liqlab, shu ustozlardan bir ta'lim tarbiya ilib, keyingi ijodiyat ishlarim bo'lsin, sahna hayotim bo'lsin, shuningki kam yerlarini bir to'liqlash uchun. Kaşları ey kara Qani dardimga davo Tapalmadım Kürelmedim Qani vapaga japan Deryağa vardım de tüküp Deryamı değdi kelmedi Tağlağa vardım telmiri Tağlamı değdi kelmedi Qani hey sizlar
şirin qini u vafaga çapa Güzel köngül bergen bana ben hem köngül bergentim sana ayrılıp mı kitemdik desem fakat ölüm Başkan cim oturdu o. Başkan cim oturdu o. Bir vapa qini u bir vapa qini u sizleri şirin hey bergücü mehri vapa qini u sizleri şirin qini u vapaga çapa Davanız adaş yaxşımı? Yaxşı, Neymen kaldınız? Bugün ayalımның туылған күні еді. Шуңа Алтын Göher şirketinin Ay Göher markasidagi bir yurish kirim buyumlarini ayalım soğatlık üçün hep mağdayım adaş. Dadan emsimemmi ayalımga bir yürü soğatlık edip ayalımın köngünü hoş kılasam öptüken. Bildi başlap barayma? Yürüň hemen başlap öpürüm. Rayonimizda güzellikni söygüçü hanım kızlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda hanım kızlarning olqishiga ham e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega dilkor kiyimlari mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecik mukofotga erishgan mahirni Shanghai Göher Büroyu cheklik şirketi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci derecik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik cheklik şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Herdembaq yemek-içmek pay cheklik şirketi cam yürüşlük içimlikleri 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 5. derecelik mukofotga erishgan mahirni bo'lsa Xinjiang Chuish jamiyati bilyard klubi cheklik şirketi 10 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Onun başqa 6. derecelik mukofotga erishgan mahirimizga ko'ngil so'g'imiz tayyor bo'ldi. 6. derecelik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang dilkor kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mahirlarimizga omad tilaymiz, natijalik bo'lg'aysizlar. 大家好，我叫麦麦提亚里坤阿卜杜尔赫曼，来自喀什市。yaxshi sizlar Altın Göher İpek Yolu Sadasidagi barcha aziz ustozlar, yana ikran oldidagi barcha aziz mehmonlar, oqsabda xizmat qilayotgan operator ustamlar, rejissor ustamlar, hammanglarning shu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Teninglar salomat, umringlar uzun bo'lsin. Kamina Mehmet Yolqun Abdurahmondan sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Bunda qoid usulluq cho'ng'agan bola bu. Qara mana. Rahmat. Uydagi Andi janobi hech qanday qildi. Hamda qo'shog'idek gap qildi bu. Ne ketibdi shuni ora?
Ma'lumlarning hammasi o'rildi. Rahmat. Qashqa shahrida ne? Ha, Qashqa shahrida. Ma'lumlar Qashqa shahrining qayerda? Tug'ilgan yerim Yog'ozirdan 90-yili 2 yoshga kirgan vaqtimda 90-yili mana Taxtko'rik degan bir yavaş yer. Hazrat Ali Tosqops ashad naqshbandlik o'tkazmagan. Bu o'tkazmay davra o'tkazdi juma bu yerni. Hazrat Ali kechilik bo'lganmi? Tashkamning kechiligidek turdi. Ha? Tashkamning kechiligidek. Bu yerdan bo'pti-ku kechilik qanaqa qilamiz? Kechilik bo'pti-ku bu yerda. Yer uyli degan yer qilgan. Nada? O Taxtko'rik Shiroq yerda o. 5 minut qiymi? Yaqinga. Sizlar to'ytanglar o'rilib bo'lgandan keyin qarasam bola yo'q. Bu Taxtko'rikka bormagan bo'g'imidi-da. Ansirab tursam oxiri yetib keldi. Yetib keldi. Opaq ukam, eting nimda? Mehmet Yolqin Abdurahmon. Hamma seni ismingni ya. Aman ismini obdan yodlama sağlamam kendime. Qaysanlarga chiqib qolsa ma bola. İsmini obdan yodlanlab. Kendi üzün üzük pikiga sep jemaylar shiksin keldi. Nada ishlayapti shunda bo'lganda? Qashqada Magnat choytamlarda bir choytamlar bor, shu yerda ishlayapman. Oqshom aytsa ishladimi? Ha, ishlaydi. Kunduzdimi, kechda? 2 ga ulgurib boraman. Kech soat 9 gacha. U 2 dan 9 gacha uzun ishlagandan shunga uzun so'zaydi ekanda bu. Qani bu deb. Allah'ım etken. Nefsi kandarak malım. Nefsi kandarak. Bunun siz baha versiz canım baka. Kikirtekle orada cahil mi aslında? Sen birden oyunuvasında gap selvatımız malum. Sana mı ters oldu hem de. Yani can kıyıkıya yegvamızdan takip olmaydı. Hazır iniq oldu mu? Hazır tilin açar yancan kıyıkıya. Yer uyini qilgan. Bu ömdü. Hamma yerda qilgan bolaga o'zini jutida qilmay qolamda unisini. Bizga kuni yo'qmi, nima? Sen birdan turibdi, birdan taksina. Sen xijilib qolsang, seni maqtaversak, yerga qarab turibsan, o ishga ber. İşide ma ovozning ravonligi, nafasning ravonligi. Mana emasma. Ma'lumning gapi o'xshamaydi. Ravonliq bada, anandan ba'zi ushaq biroqlarga qarsam Tashmamatkamniki insosini tatib qopdi. Shuning bilan Kamil bilan deyishib, Tashmatkam hech o'rilmaydi. Tashmatkam o'rilmasa ikkimiz bir o'rlamdiq deb turib bo'g'cha Tashmatkam bilan Ablatkam deyishganda ikkisidan o'rildi. Shundan keyin ikkimiz keyin qolmayli deb o'rilib oldik. Ish qilib boshdan oyoq asarniki ravonligi shunchaki yaxshi. Tarbiyalashim ketmagidek lam ish qilib qo'lg'uchisilar Mokkadilam. Qo'lga yaqin bo'layki. Maysi bo'ldi-ku. Teyyaka demoqchiman aytilmadi. Teyya. Teyyalar demoqchi. Teyyaka. Başı çay tağımının paydası cuma vallahi şu. Ablatkamiz oxirida o'rilib qoldi vaqtdan. Tuyuqsiz mening 2015 ashad kechilik qilganim yodimga yetib qoldi. Asosan men qilgan dedi, ishkimiz tangli o'rildi. O'rilmaydi desak, Tashkent sening naqshang emasmi? Qarasam bu ufkam deb hisoblaydi. Hisoblaydi, jil to'shmay qolgan chataq chiqmisin deb. Bu nechinchi yil qildim. Mush baliq o'ril kaylim, mana yillarni hisoblab. Bular tug'ilmaganda qilsaga bo'lmaydi. Vaqtni qolsam hisoblab. Aşı vaqtlar opta yilik yaş vaqtlar. Isim kelib la o'rildim, menga jablatgan bo'lsa, men qilgan deb Men sana şiirinin buğumu sanatı qavshay deb bilsek. Saç Mehmet, eğer sen qilmasanglar mazzat qilib o'tdi juma ya. Ama Tashkent xotirjam ijro naqshi emasmi? Bu naqsha mening naqsham. Tashkentga naqshi. Mening naqshamni aytilganda, mening kechiligimni ko'rgan degan hisob bo'lmaydi-qanda. Balkim senin kechiligingni ko'rgan bu bola. O kun Hazratli tanqimagan bo'ladi. 2005-yilgi deyman. Ha. Qashqar tantarbiya sarayida Abdukarim Abuzakimizniki Botumoqning ichida kesak oltin bor degan itot kechiligida ustoz Tashmamat Botur qarindoshlar jim bo's deyman degan naqshni aytganda hamma sani bir gul bergan yodimda. Bo'ldi. Aka, endi ko'nglim tindi. Mana Ablatga endi qoldi hamda. Endi ko'nglim tindi. Ko'gini rastga. Endi bara 2010ning to'yida kechiliklarni kelib endi chiqadigan o'xshaydi. Hisobotimiz to'g'ri chiqdi. Hisobot to'liq chiqdi, to'g'ri, mana 2005 bo'lsa 2005 to'g'ri.
To'g'ri. Voy to'g'ri. O'zi davatmanda. O'zida de o'cha gulvergan bo'z to'g'ri. Men sizga 2015 deganlikni sal ya X5 qo'latdi. Bu 2015 o'tib ketdilar. Ravon men Tashmatga 2005-yili siz neftda uyan qo'ygan, men gulvergan. Unda hazır tili bir neysin bir... Yandıraylı bu da. Yandıraylı. Kayıt gile. Uçakta ben mi beğendigine? En akrablam kim yalnız oturup hemimiz bir geldik. Bir diyordu ben mele afladım. Bir başta. Ablat sen keçilik ötküzmü gel. Ben şu konsen tüygende bütün Şinjan halkını jığıplı bir kılıp etken keçilik. Ondan keyin hem de sen bilen jıq uyan qoyap bardık hem de. Maxsus qılmıdıq. Senin daldağında biz görünmey qalğan bu. Jıq düşdük, Moş çıksak senin sayağını qılıb. Janım şimallığı jıq düşüp uyan qoyduk. Bu sen bilen birgib bağan diken senin sayağında belkim. Qalğanlışımız mümkün. Ablat ablakim malımdan keçiliklerden birisi kirmegen mi ta? Çiğmegen bilen sınıf laqışlarını ablat ma'lum ustoznikini, Komiljon ustoznikini, Aziz Alijon ustoznikini yanışdaqla Aygul xonimnikini yoqtirib anglayman ham ayta olayman. Bunu mu yaşasın degende. Birden kayfiyat yarattık. Bence bu ilim yaxşı etdi, yaxşı etmеген bolsa beşerlen tan örülmeydik. Hammadan ay taşıkamnaki hesap yıl to'g'ri chiqdimi hesapçı? To'g'ri chiqdi. Men mi qarshi olaman mening gruppamga kelishni? Kam, ko'nglingda bir samba degine. Shu bo'yicha o'zing bir e'lon qilib o'tamsiz ya. Bo'ldi. Oldi bilan meni kichkinadan tug'ib beqib cho'ng qilgan, yana shundoqla shu Qashqardan O'ramchik men bilan birga kelgan shu mehribon onamga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Voy, uzun tana salomat bo'lsin onam. Yana shundoqla meni qo'llab kelayotgan ayolimga, yana shundoqla bolalarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Urug' tuqqan barcha urug' tuqqanlarimga rahmat aytaman. Qashqadaryodan barcha muzikant aloqin do'stlar bor. Meni alayda qo'llab, yaxshi madadlar bilan shu Ipak yo'l sadosiga yo'lga solgan do'stlarimga ko'pdan ko'p tashakkur aytaman. Rahmat sizlarga. Mana shunday yaxshi natija bo'ldi bu. Mening oxirgi tanlashim bo'lsa电视机前的观众朋友们，我们本期节目到此结束，感谢你们的收看，我们下期节目再见。Ekran aldidagi aziz görmənlər, bu san İpek Yolu Sadası programımız müşahede axırlaşdı. Kingsan programımızda görüşkice xushvaqt bo'lgaysizlar. Xayr xoş, aman bo'linglar. İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu Sadası. Qadim İpek yolida ajdod bo'lgan chavandoz. Jushqun qon bor tumurda, kuy naqshisi xush ovoz. Gümüş dağlar çok esi, nur qaytadi yürekке. Büyük karvan varisi aman yeter bilekке. Büyük karvan varisi aman yeter bilekке. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çiğnası. Hoş avazla seynası, İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası, sevginin yok çiğnası. Hoş avazla seynası, İpek Yolu Sadası. İpek Yolu Sadası, sevginin yok
sen